Assalomu alaykum. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli aka-uka va opa-singillar, bu Saudiya Arabistonida Shayx Al-Asari aytib bergan haqiqiy bo'lgan voqeadir. U bu hodisani o'zi yashab turgan hududda sodir bo'lganini aytadi. Uning aytishicha, hukumat yangi loyihani tasdiqlagan. Loyiha Abha al-Hijazdan boshlab boshqa bir shahargacha avtomagistral, ya'ni katta yo'l qurishni nazarda tutgan. Shundan so'ng qurilish kompaniyasi ishni sekin-asta boshlaydi. Bir joydan ikkinchi joyga, bir hududdan boshqa hududga o'tib borib, oxir-oqibat Shemran deb ataladigan hududga yetib keldi. Ular shu hududga yetib kelib, avtomagistralni qurishda davom etayotgan paytda yo'l aynan o'tishi kerak bo'lgan joyda qabriston borligini aniqlashadi. U yerda qabriston bor edi. Albatta, islomiy jihatdan qabristonni tahqirlash mumkin emas. Qabrlar ustidan yurish ham mumkin emas. Ularni buzish ham joiz sanalmaydi. Qabrlarni toptash ham, ular ustida biror ish qilish ham mumkin emas. Shuning uchun ular Shemran hududidagi sudga murojaat qilishadi va bu hukumat loyihasi. Biz yo'lni oxirigacha boshqa shahargacha yetkazib, loyihani tugatishimiz kerak deyishadi. Sud bu masalani Saudiya Arabistonidagi katta ulamolar hay'atiga olib chiqadi. U yerda barcha holatlar chuqur o'rganiladi va fatvo chiqariladi. Fatvoga ko'ra bu yo'l va avtomagistralni davom ettirishda muammo yo'q, chunki bu musulmonlarga, odamlarga va kelajak avlodlarga foyda keltiradi. Shu sababli bu holatda qabrlarni ochib, jasadlar va suyaklarni olib, ularni yaqin atrofdagi boshqa qabristonga ko'chirishga ruxsat beriladi. Shundan so'ng esa sud tomonidan maxsus komissiya tuziladi. Bu komissiya tarkibiga baladiya, shuningdek Shemran hududining mas'ullari va yetakchilari ham kiradi. Ular qabristonga kelib, qabrlarni birma-bir kavlab ochishni boshlashadi. Bu yerda qiziqarli jihati shundaki, ushbu qabristonga oxirgi marhum 30 yil oldin dafn etilgan edi. Shundan keyin qabriston sig'imi to'lib qolgan va boshqa hech kimni qabul qilishmagan. Qabriston shu holicha saqlanib kelgan. Demak, oxirgi dafn marosimi bundan 30 yil oldin bo'lgan. Endi nima bo'lyapti? Ular qabrlarni birma-bir qazishmoqda. Topilayotgan narsa esa suyaklardan boshqa hech narsa emas. Har bir qabrda hid bor. Qurtlar topiladi. Suyaklarning qoldiqlari xolos. Shundan so'ng ular bu suyaklarni yig'ib, quti yoki kafanga solishadi va keyin ularni boshqa qabristonga ko'chirib dafn qilishadi. Shunday qilib ular qabrlarning biriga yetib kelishdi. Qabrni qazishni boshlashadi va kutilmaganda ishlayotganlarning barchasi takbir ayta boshlaydi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Nima bo'lganini bilmaganlar ham yaqinlashib, qabr ichida nima borligini ko'rishadi va ular ham takbir ayta boshlashadi. Allohu akbar, subhanalloh, ya'ni Alloh ulug'dir, Alloh pokdir. Hamma hayratda qoladi. Barchasi nihoyatda lol bo'lib qolishadi, chunki ular ko'rgan narsa juda ajablanarli edi. Ular marhumning jasadini xuddi qanday dafn etilgan bo'lsa, shunday holatda ko'rishadi. 30 yil o'tganiga qaramay, uning tanasi butunlay o'zgarmagan edi. Kafan esa butunlay oppoq, hech qanday kir yoki dog'siz edi. U yirtilmagan, qurt qumusqalar yemagan, go'yo hech narsa bo'lmagandek edi. Yuzini ochishganda esa marhumning chehrasi xuddi o'sha holicha ekanini ko'rishadi. Unga hech narsa bo'lmagan, hatto jasadi ham hanuz yumshoq holatda edi. Hamma qattiq hayratda qoladi.
Hududning yoshi ulug' oqsoqol kishilari bu marhumning shaxsiyatini tanib qolishadi. Ular bu falonchining o'g'li, uning otasi hali tirik deyishadi. Shundan so'ng jasadni otasining uyiga olib borishadi. Ular eshikni taqillatishadi. Ota eshikni ochadi. Ko'p odamlarni va ularning jasad ko'tarib kelganini ko'rib, u "Bu nima?" deb so'raydi. Ular esa "Sizga bir narsa ko'rsatmoqchimiz" deyishadi. Jasadni uyga olib kirishadi va kafanni ochishadi. Ota kafanni va uning ichidagi yuzni ko'radi. Bu uning o'g'li edi. U darhol yig'lab yuboradi. Yig'laydi va o'g'lining yuzidan o'pa boshlaydi. U shunday deydi: "Subhanalloh, seni juda sog'indim, juda sog'indim. Alloh subhanahu va taolo seni menga qaytardi. Seni yana ko'rishni nasib etdi. Yuzingdan o'pay. Hamma hayratda. Bu qanday holat? 30 yil o'tgan bo'lsa ham bu yigit xuddi o'sha holicha edi. Uning tanasiga hech narsa bo'lmagan edi." Biroz vaqtdan so'ng ota o'g'lini bag'ridan qo'yib, uning uchun duo qiladi. Yuzdan o'padi. Shundan keyin odamlar "Endi jasadni olib borib boshqa joyga dafn qilishimiz kerak" deyishadi. Ular jasadni olib ketishadi va uni boshqa jasadlar bilan birga belgilangan tartibda dafn qilishadi. Oradan vaqt o'tgach, ba'zi odamlar va ulamolar o'sha otaning uyiga kelishadi. Ular ota bilan o'tirib suhbatlashmoqchi bo'lishadi va shunday deyishadi: "Biz faqat shuni bilmoqchimiz. O'g'lingiz hayoti davomida nima qilgan edi? Qanday amal qilgan ediki, Alloh taolo uning jasadini saqlab qoldi? U hayotida aniq nimadir qilganki, hasharotlar uni yemadi. Uni qanday karomati bor edi? Qanday fazilatlari bor ediki, Allohning rahmati unga tushdi va siz 30 yildan keyin ham o'g'lingizni ko'rishga muyassar bo'ldingiz." Shunda ota faqat bitta narsani aytadi. U shunday deydi: "O'g'lim balog'atga yetgan paytdan boshlab vafotigacha biror marta ham namozni qoldirmagan. Hech qachon, aslo. U yoshlik paytida vafot etgandi. Hatto men uni bomdod namozga uyg'otmoqchi bo'lsam, borganimda u allaqachon uyg'ongan holatda bo'lardi. Har safar masjidga borsam, uni masjidda birinchi safda, ba'zan azonni, ba'zan esa iqomani kutib o'tirganini ko'rardim. U doimo masjidga birinchilar qatorda boradiganlardan edi." Shunda kelganlar tushunib yetishdiki, Alloh subhanahu va taolo uni aynan mana shu sabab bilan asradi. U namozni asradi, namozga e'tibor berdi, namozni hayotida ustuvor qildi. U hayoti davomida namozni saqlaganidek, Alloh taolo ham uning jasadini qabrda saqladi. U yaxshi holatda vafot etdi va qiyomatda ham shu holatda tiriltiriladi. Odamlar aytgan va Shayx al-Asari ham ta'kidlagan narsalardan biri shuki, qabrni ochganlarida oppoq kafan va yumshoq tana, porloq yuzdan tashqari ular guvoh bo'lgan narsa qabr mushk hidiga to'la edi. Juda yoqimli hid tarqalar edi. Hatto ular bu hidni qabr va tanadan kelayotganiga ishonisha olmay qolishdi. Mana shu karomatga qarang. Alloh subhanahu va taolo bu shaxsga ko'rsatgan marhamat, ne'mat va barakaga qarang. Va bularning barchasi shuning uchun bo'ldiki, u namozini vaqtida o'qigan. U namozini hech qachon kechiktirmagan. Ish, kino, biznes yo boshqa ishlar tufayli u vaqtini bekorga o'tkazmagan. Yo'q, u namozga ustuvorlik bergan. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Hafizu alas-salawat was-salatil wusta." That namozlarni muhofaza eting, xususan o'rta namozni, ya'ni asr namozini. Shuning uchun bu biz alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsadir. Bu biz har doim diqqat qilishimiz kerak bo'lgan ish. O'zimizni tarbiyalashimiz, o'zimizni o'rgatishimiz, shuningdek oila a'zolarimizni, farzandlarimizni, jiyanlarimizni namozga o'rgatishimiz zarur. Namoz vaqti kelganda har narsani chetga surib, namozga ustuvorlik berishimiz kerak. Namoz bu yagona ibodat bo'lib, uni o'tkazib yuborib bo'lmaydi. Agar kasal bo'lsangiz, roza tutmasligingiz mumkin. Agar kasal bo'lsangiz, hajga bora olmasligingiz mumkin. Kasal bo'lsangiz va zakotingizni to'lay olmasangiz, undan ozod bo'lasiz. Boshqa barcha islom ustunlari biror sabab chetlab o'tilishi mumkin, faqat namozdan boshqa. Namozni hech qachon o'tkazib yubormasligingiz kerak. Kasal bo'lsangiz ham, sayohatda bo'lsangiz ham, urush yoki jang maydonida ham.
Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan so'raymanki, bizni hayotimiz davomida namozni saqlovchilar qatoriga qo'shsin. Shunda Alloh subhanahu va taolo bizni qabrda azobdan, qurtlardan va boshqa zararli narsalardan asraydi va biz qiyomat kuni shunday holatda tiriltirilamiz. Men Alloh taolodan barchamizga baraka berishini so'rayman va keyingi qismlarda boshqa odamlar haqidagi hikoyalarni aytib beraman, inshaalloh. Ungacha esa Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.